Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Kirib kelayotgan 2026-yil bilan hammalaringizni tabriklayman. Adaymaster Cherry cho'ponota sizlar uchun juda katta yangiliklarni qilib o'tyapti. Chunki hozirgi kunda Adaymaster Cherry cho'ponotadan foydali shartnoma asosida 40 million so'mgacha foydali shartnoma asosida avtomobillarni xarid qilishingiz mumkin. Men bularni sizlarga ozgina bo'lsa ham ko'rsatib o'tib ketaman. Tigo 2 avtomobilimiz hozirgi kunda juda ommabop bo'lgan. Shahar ichida rasxodi bularda 5-6 litr. Metali juda qalin. Bu 90 atsinkovni metal deyiladi, zanglamas. Va ular o'ziniki diskalik bo'ladi. Ayollarimiz uchun, opalarimiz uchun juda yaxshi avtomobil hisoblanadi. Salonlarimizda ichi juda kojniy bo'ladi. Polnoценный kojdan ikkita oldi o'rindig'i isiydi, rul isiydi. Luk desangiz, luklari ham mavjud. Orqalari ham juda keng. Orqalari ham juda keng, ko'rsangiz agar. Bagajlarni ko'rsatib o'taman. Bagajlari ham juda keng bularda bo'ladi. Tak, keyingi avtomobilimiz 40 million so'm foyda asosida xarid qilishingiz mumkin bo'lgan avtomobilimiz Tigo 8 avtomobilimiz. Bu ham 90 atsinkovni metal motori 1.6 turbina bo'ladi. LED premium faralarda 360 kamera, adaptivniy cruise control, удержание полоса, автоторможение, бесключевой достуp, слепой zonalari, pamять сиденья. Akustikasi Premialniy Sony kompaniyaniki bo'ladi. Sideniyamiz 6 xil rejimda harakatlanadi. Abagrev, abduf, massaj sidenyalar ham bunda mavjud. Multimedia sistemamizda Apple Pay, CarPlay bemalol ulasangiz bo'ladi. Panoramniy tom, multi rul. Orqa o'rindiqlarini ko'rsangiz agar juda katta hisoblanadi. 7 ta o'rindiqlik. Ham buni uzoq joylarga borganingizda ham buni yotoqxona sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Ichi juda keng. 2 kishi bemalol yotib ketsa ham bo'ladi. Bu avtomobilimiz hozirgi kunda 40 million so'm foydali shartnoma asosida xarid qilinmoqda. Keyingi avtomobilimiz 7 Pro avtomobilimizni ko'rsatib o'tamiz. 7 Pro avtomobilimiz bular ham ikki xil pozitsiyada bo'ladi, premium va luxury. Orqasidan ko'rsatib o'tib ketaman. 7 Pro bu 1.5 bo'ladi, turbina. Bunda ham 360 kamera, cruise control, 5 kilik o'rindiq, abduf, abagrev bularda mavjud. Zapaskalari ham buniki dakatka bo'lmaydi, o'ziniki bo'ladi. Zavadskiy balonday bo'ladi o'ziniki. Buni narxi ikki xil pozitsiyasining narxi, birinchi pozitsiyasini 311 million 900, ikkinchi pozitsiyasining narxi 344 million 900 bo'ladi. Bu ham motori 1.5 turbina, MPI motor bilan jihozlangan. Metali qalin, двухслойный atsinkovli metal. Orqa o'rindiqlarni ham ko'rsangiz bo'ladi, orqa o'rindiqlar ham juda keng. Oldini ko'rsatib o'taman. Hozirgi kunda bu avtomobillarimizni naqdga, kreditga, рассрочкаga xarid qilishingiz mumkin. Adaymaster Cherry cho'ponotida bank, kassa hamda nomer olish, servis xizmatlari hammasi mavjud. Avtomobillarimizga 5 yil garantiya, 150 ming kilometr hamda Tigo 8 avtomobillarimizga 7 yil garantiyasi bilan 200 ming kilometrgacha garantiya beramiz. Keyingi avtomobilimiz Arizo 8 hybrid deyiladi. Bu avtomobilimiz hozirgi kunda endi kirib kelgan O'zbekistonda. Bunaqa rangi faqatgina u bizda desak ham bo'ladi. Buni motori 1.5 ta ikkita motor bo'ladi bunda. Elektromotor hamda benzin motor bo'ladi. Shahar ichida rasxodi bu avtomobilimiz 4 litrgacha rasxod qiladi. Diskalarimizga e'tibor bersangiz, diskalarimiz 18 radiusdagi bo'ladi, o'ziniki заводской bo'ladi, LED premium faralarda. Metallari qalin bo'ladi. Oldi orqa polnoценный adaptivniy cruise control bilan jihozlangan avtotormojeniyalari bor. Video registrator, lidar kamera bularda. Bu tarafdan o'zi ko'rsangiz, salonlarimiz bunda ham eko kojadan ishlangan. Ichini o'tirib ko'rsataman. Salonlarimiz ham polniy eko kojadan ishlangan. Polniy mana bular sensorli bo'ladi. Eko sport standart hamda zimniy rejimi ham bor bularda. Беспроводной zaryadka ikkita bo'ladi bularda. Полноценный to'liq katta monitor,
panoramli tom sedanlarimiz Abduf Abegrev bilan jihozlangan hamda bularda bularda keng bo'ladi. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, mashinamiz narxi 364 million 900. Bu avtomobilimiz hozirgi kunda faqatgina kreditga yoki naqdga chiqarib beryapmiz. Bu avtomobilimiz O'zbekistonda yagona hibrid deb hisoblasak ham bo'ladi. Sizlarni Cherry emasda Cho'ponozorda kutib qolamiz.